Bismillahirrohmanirrohim. Suyukli otadan ajralgan qiz. Fatima onamizga o'sha davrdagi arab odatlariga ko'ra yoshlik paytlarida sovchi qo'yilmadi, chunki otalarini yolg'iz tashlab qo'yishni istamas. U zot alayhissalomning qayta-qayta xatarga yuz tutgan hayotlaridan xotirjam bo'lishni istar edilar. Fatima onamiz u zotning to'shaklarida uxlar hamda otalarining g'am-u tashvishlarini ko'tarib yurardilar. Hazrati Fatima yoshliklarida hijrat qildilar va onalari Hadija roziyallohu anhoning vafotlaridan keyin otalariga ona bo'lib yashadilar. Yoshlik chog'laridanoq Quraysh mushriklarining u zotga beradigan azorlarini qaytarar, biroz ulg'aygach esa haqqa chaqiriq yo'lda otalariga ergashib, u zot sallallohu alayhi va sallamga yordam berar, rohatlarini o'ylab kechalari bedor bo'lar edilar. Fatima onamiz yetimlikning qiyinchilik va alamlarini yoshlik davridanoq tatib ko'rdilar. Bor mehrlarini otalariga qaratdilar. Muhabbatlari evaziga otalaridan rahm, shafqat va mehribonlikni, e'tiborlari evaziga yanayam ko'proq e'tiborini oldilar. Payg'ambarimiz alayhissalom ham u zotdan boshqasiga bunchalik mehr, muhabbat, rahm, shafqat bermadilar. Fatima onamiz bir kuni otalari sallallohu alayhi va sallam bilan Quraysh qabilasi to'planib turgan joyga bordilar. Chunki Alloh taolaning ushbu so'zi nozil bo'lgan edi. Va anzir ashiratakal aqrabin. Yaqin qarindoshlaringizni Alloh azobidan ogohlantiring. U zot baland ovoz bilan shunday dedilar: "Ey Quraysh jamoasi, jonlaringizni sotib oling. Men Alloh taoladan keladigan hech bir narsani sizdan qaytara olmayman. Ey Banu Abdumannof, ey Alloh taoladan keladigan hech bir narsani sizdan qaytara olmayman. Ey Abbos ibn Abdumuttalib, men Alloh taoladan keladigan hech bir narsani sizdan qaytara olmayman. Ey Alloh rasulining ammasi Safiya, men Alloh taoladan keladigan hech bir narsani sizdan qaytara olmayman." Oxirida aziz qizlariga qarab shunday dedilar: "Ey Muhammadning qizi Fatima, molimdan xohlaganingni so'ra, lekin men Alloh taoladan keladigan hech bir narsani sendan qaytara olmayman." Shubhasiz u zot roziyallohu anhu yoshliklaridan o'zlariga yuklangan mas'uliyatni anglab yetgan va go'yo otalarining opalari orasidan tanlab olganlaridan sevinardilar va shu bois unib o'sayotgandek edilar. Bu chaqiriqda esa bashariyat uchun shunday ma'no ta'kidlanganki, banda eng yaqin, mahbub, aziz insondan ham Allohdan keladigan hech narsani qaytara olmaydi. Mo'minlar onasi Aysha roziyallohu anha bizga rivoyat qilib aytadilar: Fatima Nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kirsa, u zot uni turib qarshilar, qo'ldan tutib o'pib qo'yar va o'z joylariga o'tkazar edilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam uning oldiga kirsalar, u ham u zotni turib qarshilar, qo'llaridan tutib o'pib qo'yar va o'zining joyiga o'tkazar edi. U zot vafot etishlaridan avvalgi kasalliklarida ham Rasulullohning huzurlariga kirgan edi. Shunda uni tuturib qarshilab o'pib qo'ydilar. Hatto u zot o'lim talvasasidan qiynalib yotganlarida ham qizlariga shunday muomala qildilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning odatlaridan biri shu ediki, u zot alayhissalom Fatima roziyallohu anha kelganda o'rinlaridan turib unga salom berar edilar hamda peshonasidan, ya'ni ikki ko'zning o'rtasidan o'pib qo'yardilar. Bu esa qizlar tiriklayin ko'miladigan jamiyatdagi sahroviy muhitdagi o'ta nodir, ajablanarli holat edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni go'zal axloqlarini tamomiga yetkazish uchun bizlarga yuborgan. U zot sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qiladilar: "Albatta men go'zal axloqni tamomiga yetkazish uchun yubordim." Fatima roziyallohu anhoga xos bo'lgan narsalar. Fatima Zahro roziyallohu anha Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam farzandlari ichida barchalardan keyin umrini uzoq qilgan yagona qiz hisoblanadilar. U zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin vafot etgan yagona qizlari Fatima Zahro roziyallohu anha vahiy tushishdan boshlab hatto turmushga chiqqanlariga qadar otalari sallallohu alayhi va sallamdan ajralmaganlar. Keyin esa u zot alayhissalomni har kuni ziyorat qilardilar yoki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni ziyorat qilganini borardilar. Ko'pincha borganlarida u zotni betob holatda topardilar. Bu esa otalarini ziyorat qilishdan to'sadigan yagona narsa edi. U zot yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ga ahllaridan birinchi bo'lib yetishgan, ya'ni 6 oydan keyin vafot etgan.
zot hisoblanadilar. Alloh azza va jalla Fatima onamizni fazilatli qilgan narsalardan yana bir u zotdan Sayyidimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zurriyotlari tarqagan va ahli baytning davomchisi hisoblanadilar. U zotning 2 o'g'il va 2 qizlari bo'lib, o'g'illari Hasan va Husayn, qizlari Zaynab va Ummu Gulsum roziyallohu anhumdirlar. Ularning barchalari bobolari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin vafot etganlar. Rivoyat qilinishicha, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam safardan qaytganlarida birinchi qiladigan ishlari masjidga borib 2 rakat namoz o'qish, so'ng Fatima roziyallohu anhoning uylariga borib u zotdan hol ahvol so'rash bo'lar edi. Bu voqea esa u zotning uylariga ayollarining oldiga kelishdan ham oldin sodir bo'lar edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning qizlari Fatima roziyallohu anhodan boshqa qizlaridan ortiqroq yaxshi ko'rishlarining sababi Fatima onamiz opalarining o'limidan keyin otalarining shunday muhabbatlariga sazovor bo'lganlar hamda ushbu muhabbat sevimli nabiralarini dunyoga keltirgandan keyin yanada ham ziyoda bo'lgan.